Xo'p, to'sib qo'yish texnikasini buni 3 xil usulda to'sib qo'yish texnikasi bor. Birinchisi yakkalik, ikkinchisi juftlik, uchinchisi guruhli to'sib qo'yish texnikasi bor. Keyin uning texnikasini o'zini, masalan, texnika deganda bajara olish san'at darajasida bajarishi bor. Bunda masalan to'sib qo'yuvchi igrokning to'g'ri bajarilishi va xato bajarilgan holatlarini tushuntirib ketamiz. To'sib qo'yish texnikasida bu yakkalik to'sib qo'yishda bu bitta sportchi ishtirokida bo'ladi bu. Bunda turish texnikasi oyoqlar yelka kengligida va setka to'rdan bir qadam orqada, qo'llar oldinda, oyoqlar yarim bukilgan holatda bo'ladi. Endi qaysi tarafga blokka sakraganda o'sha taraf birinchi qadam tashlanadi, ikkinchisi yonga va uchinchisi juftlab sakranadi. Hozir buni aql ko'rsatib ketdik. Ikkita. Endi yana bitta aql berib qilayotgan xatoyim bunda sabab orqasini ko'rsatadi. Hozir bunda oyoqlar yelka kengligida turibdi-da, yonga ketganda qo'ling yon tarafga ketyapti. Bunda sen ya'ni to'rga qo'ling tegishi mumkin, texnik xatolik bo'lyapsa, bunda qo'llar oldinda bo'lganligi yonga qo'llar bukilgan holatda bo'ladi. Ya'ni qo'llar yoyilgan emas, qo'llar bukilgan holatda. Turasa, bukilgan holatda to'g'ri bo'lsa. Tushunarli? Ket, orqa bajar. Xuddi o'sha. Xo'p, bu yakkalik blok qo'yish texnikasida endi juftlikda bu ikkita sportchi asosida bo'ladi. Bunda ikkita sportchi bir-biri bilan hamohang bajarishi kerak. Ya'ni uning orasida ochiq joy qolib ketmasligi kerak yoki bir-biriga xalaqit bermagan holatda bajarish kerak. Hozir sen chiziqdan bir qadam bu yoqda turasan, hop, men bu yoqda turaman. Tayyorlanamiz, sakra deganda hozir xuddi hozirgi bajargan texnikamiz ikkalamiz ham bir xil bajaramiz. Ket. 1